Lüksimizin devamı hürmetli vatandaşım. Devamı. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis yaqinda Germaniyaning Myunxen shahrida xalqaro bexatarlik yig'inida qatnashib, Amerika qaytib kelish safarida mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Jungo bilan Rossiyani strategik raqobat deb oshkora atashni qaror qilishi hargiz Amerikaning o'zining tanlashidan emas, balki xalqaro bexatarlik vaziyatidagi o'zgarish elib kelgan muqarrar oqibatdir. U mundaq ko'rsatdi. Raqobat munosabatlarini oshkorlash harakati Jungo'ning Janubiy dengizi Hadatash va orollarni harbiy ishlar qarovulxonasiga aylantirgan ishlarga munosabatlikdir. Yevropada raqobat munosabatlarini oshkorlashga elib kelgan harakat Rossiyaning chegaradan o'tib Krimiyaga kirganligi, egallaganligi hamda Rossiyaning Ukrainaning sharq qismida mustaqilchilarni qo'llaganligiga munosabatlikdir. Onundan boshqa ba'zi g'arb davlatlarining bir yo'l bir belbog' siyosati qaratgan yangi so'q munosabatlar urushi tafakkuri Jungo'ning xalqaro kengaymichilikning gavdalanishi deb hisoblaganlikdir. Germaniyaning tashqi ishlar ministri Sigmar Gabriel so'zlagan so'zlari g'arb davlatlari pozitsiyasining o'zgarganligini deb qarashga va shunday bilishga bo'ladi. Myunxen xalqaro bexatarlik yig'inida bu ministr Jungo'ning bir yo'l bir belbog' siyosini yasab chiqishi erkinlik, demokratiya va kishilik huquq deydigan g'arbcha qimmat qarashlariga ega siyosiy tuzumdan farqlanadi. Erkin dunyoning tartiblari hozir yemirilib G'arb davlatlari buningga taqobil turadigan siyosatni o'ttirib elib chiqish lozim. Masalan, Jungo'ning bir yo'l bir belbog' siyosati bu g'arb davlatlarining qimmat qarashlariga xilof. Buning qarshi o'ttirib chiqyapti. Shun g'arb dunyosi davlatlari buningga taqobil turadigan siyosatlarni tuzib chiqishi lozim. Bu minister Jungo bilan Rossiya parchalashdan iborat xatar Yevropani ogohlantirdi. Nima dedi? Jungo bilan Rossiya Yevropani parchalab bitishdan iborat xatar bilan, shunday bir xatarlik ahvol bilan Yevropa ittifoqini ogohlantirdi. Yevropa davlatlari jumladan Germaniya avval bir yo'l bir belbog' tashabbusiga aktiv pozitsiya tutgan edi. Biroq hozir Germaniyaning maydonida o'zgarish paydo bo'ldi. Bunday o'zgarish Germaniya bilan cheklanib qolmay, balki umumyuzlik bo'ldi. Jungo'ga taqobil turish. Bir-biriga bog'lanishda so'q munosabatlar urushi tafakkurini bir yerga qo'yganda, g'arb dunyosining Jungo'ga qaratgan so'q munosabatlar urush tafakkurining asosiy bo'lib shakllanadi. Hozir shakllanayotgan Jungo tahdidi nazariyasi to'lqini g'arb dunyosi davlatlari va bu davlatlarning ittifoqdoshlari. Jungo qarshi kayfiyat va harakatlar hozir har tarafni qopladi. Bütün atrofliq umumlashdi deyishga bo'ladi. Savdo tijorat sohasini qopladi. Bexatarlik, madaniyat, ma'rif, ilm-fan almashtirish sohalarigacha kengayib keldi. Savdo tijorat jihatda Amerika allaqachon Jungo'ga savdo urushi e'lon qildi. Amerika bilan Jungo o'rtasida savdo urushi Amerika bilan Jungo davlatlari ko'p ziyon yetkazdi. Onundan boshqa muhimi Amerikaning ittifoqdoshlari Avstraliya va Yaponiya qatorliq davlatlar Jungo'ga yo'q quruz darajada tayanib qolgan bo'lsa-mu, ular Jungo bilan bo'lgan savdosida zo'r foydaga erishgan bo'lsa-mu, lekin bu davlatlarning siyosiy kuchlari Jungo'ga qattiq tadbir qo'llanishni tilga olyapti. Buning uchun zo'r badal to'lashga tayyorlik qilishimiz kerak deyishyapti. Yaponiyani yadro qilib qayta qurilgan TPP savdo tashkiloti bu davlatlar Amerikaga echib etilgan tashkilot yoki TPP tashkiloti Amerikaga echib etilgan deb ko'rsatdi. Amerikaning TPP savdo tashkiloti qaytib kelishga qarshi olamiz deyishyapti. TPP'den chekinib chiqqan prezident Trump bu tashkilot qaytib kelish to'g'risida eg'izdan so'z chiqadi. Bexatarlik jihatda masala texnik ko'p.
Cungo bu yıllarda tirişçallık görüstüp Janubi Dengiz'in vaziyetini muqimlaştırgan idi. Lekin hazır Amerika Janubi Dengiz meselesi bexatarlik tertibiga qaytadan qaytib kelish kerak davatıdı. Yadro qurallarının kengayib ketishi meselesi Çavuşan yadro quralları tüpeyli Cungo intayin zor xalqaro besimga duch kelgan bolsa-mu Amerika tarafdan. Amaliyotda bu tahdid kun sayin kuchayotidir. Mubada Tayvan yadro davlatiga aylanib qolsa, Jungoning butun atrofli yadro davlatlarining qo'rishavida qoladi. Hammadan murakkab bo'lgani shu bo'ldiki, Amerika, Rossiya, Yaponiya, Koreya qatorliq aloqador davlatlarning Çavuşan masalasiga manfaati Jungoning manfaati bilan birdek emas. Ular har qanday ahvol yadro qurollar krizisini kaniga so'riyalaydi ve besimni Jungoga ittirib qo'ya oladi. Asiyada Yaponiya, Avustraliya, Hindiston qatorliq davlatlar Jungoning bir yo'l, bir belbaq tashabbusiga taqobil turish uchun endi Tinch okeani strategiyasini o'ttirib qo'ydi. Prezident Trump bu tashabbus tafakkurini qabul qildi. Hindistonni yeniga tartib Jungoning bosh ko'tarishiga qarshi turish Amerika bilan Yaponiyaning uzun yillardan berki strategik g'oyalari edi. Şunlaşqı endi Tinch okeani strategiyasi o'ttirib qo'yish bilanla bu strategik siyosat mashg'ulot bosqichiga kirib kelib konkretlashdi va harakatga aylandi. Bu bir strategik siyaset iki tarafdan harbiy ishlar strategiyasi va iqtisodiy ishlar strategiyasi iki tarafdan qaralishi mumkin va iki tarafdan qo'l silishi mumkin. Harbiy ishlar strategiyasi amaliyotda ko'p yillardan beri davomlashib kelyapti. Yadro qurollari Janubiy dengiz, Sharqiy dengiz masalalarida Amerika, Yaponiya, Hindiston 3 davlat Jungoni tahdid deb qarayapti. Şuna bu devletler ortak bexatarlik menfaatini izlep tepip aldı. Şunun bilen hazır deydi ahırı xulası bir cümlede rayında geopolitiklik siyaset devriga qaytish. Bu devletler ara bolgan münasibetlerde geopolitiklik yoki rayon xarakterlik siyaset devriga qaytish devri başlandı deydi. Jin Yongnian efendi yazgan makalesinde.